Qablan men berga Qur'on aytdim, shoirlarga shu qutni mundoqlar teridim. Bunda ro'zg'ordan o'zimning ishlarni qildim. Ro'zg'ordan o'nmadi. Men ketdim Eronga soxtimon ishlarni qildim. Ko'p o'zim ishlarni bir yilcha qoldim. Radamars qildim men berga keldim, bir daftarda topdim. Daftar menga hamkorlik qildi. Men shu dekonda ular ro'zg'orim yaxshi o'tadi. Men shu dekonda tuzatib hamkorlik qilib berdi. Bali xushman dekonda rohat ish, ertamdan nashimicha mas'ul biz yerlarga ro'zg'orim yaxshi o'tadi. Bir necha hamkorlarimdan ketdim Eronga bordim, son bir necha vaqt ishladim. 1-2 yil ishladim qarab. Bu bor edim, ishim ko'p saxt edi. Nima bo'ldi? O'rdan to'g'ri meni radamars qilib ishladi. Bu yerga olib keldim Marzusiga, son meni shu sozmonlarga tavla oldi. Menga aytdi, qayerga eding? Men aytdim, Eronga edim. Men aytdim, meni ushladi dedim. Son meni o'rdan to biga Balg'algacha ketirdi, xarchimni berdi, qomlarimga ketirib tavil berdi. Son to'g'ri menga aytdi, "Senga bir do'kon tuzatib beramiz" dedi. Yerga do'konda tuzatgandan beri ko'p yaxshi menga ham dars o'qiyman, xonadonimning xarchini, nimasini, xarch masrafini shu yerdan chiqaraman. Do'konda ko'p yaxshi degan.